Bir savol. Hayotingizda shunday davr bo'lganmi? Hamma narsa bor edi. Orzular, kuch, yoshlik. Lekin kiyim yo'q edi. Yoki aniqroq aytay, tanaday kiyim bor edi, lekin ort tarafidan teshilgan edi. Va siz shu ko'ylakda darsga kirgansiz. Ko'rmaslik uchun devorga yopishib o'tirgansiz. Kimdir sezib qolmasin deb doim oxirga o'tirgan yoki juda oldin ketgansiz. Bu Mohiraning hikoyasi. Lekin ko'p odamlar bu hikoyani o'zlarida ham ko'radi. Agar siz ham qiyinchilik ichida o'qigan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Va agar siz hech qachon bunday bo'lmagan bo'lsangiz, baribir tomosha qiling. Chunki atrofingizda bunday odamlar bor va siz ularni bilmaysiz. Davom eting. 1990 yillar oxiri. O'zbekiston mustaqillikning dastlabki yillarini boshidan kechirayotgan edi. Bu yillar ko'pchilik uchun og'ir edi. Ayniqsa qishloqdan kelgan, ota-onasi oddiy dehqon yoki ishchi bo'lgan talabalar uchun. Poytaxtda o'qish katta orzu edi. Lekin bu orzuning narxi ba'zan juda og'ir to'lanardi. O'sha yillarda davlat statistika ma'lumotlariga ko'ra, talabalarning 60% dan ortig'i stipendiyasi va uy yordami yetarli bo'lmaganligi sababli ovqat, kiyim-kechak va darslik sotib olishda jiddiy qiyinchilik chekkan. Lekin bu raqamlar sovuq. Ular haqiqiy odamlarning haqiqiy og'riqlarini ko'rsatmaydi. Keling, raqamlar ortidagi bir insonning hikoyasini aytib beray. Bu hikoya Farg'ona viloyatidagi kichik qishloqdan boshlangan. Mohira 1998 yilda universitetga kirdi. Farg'onaning Beshariq tumanidagi kichik qishloqdan. Otasi paxtakor, onasi maktab tozalovchisi. 4 farzandning kattasi. U maktabni a'lo baholarda tugatdi. Olimpiadalarda ishtirok etdi. Poytaxtdagi nufuzli universitetga grant asosida o'qishga kirdi. Butun qishloq maqtadi. Qo'shnilar kelib tabrik qildi. Otasi birinchi marta ko'zida yosh bilan qizini quchoqladi. Lekin universitetning birinchi kuni Mohira o'ziga yangi hayot boshlanayotganini emas, hali ham qanday qiyin bo'lishini angladi. Yotoqxona 8 nafar qiz uchun mo'ljallangan xonada 12 nafar yashashardi. Stipendiya o'sha paytda 1200 so'm. Bu bir haftalik ovqatga zo'rliqcha yetardi. Uy yordami oyiga bir marta kelardi. Naqd pul emas. Ko'pincha bir xalta un, bir qozon yog', bir nechta tuxum. Otasi buni avtobus bilan jo'natardi. 6 soatlik yo'l. Mohira bu paketni olganida doim yiglardi. Lekin kimga ko'rsatmay. Birinchi semestrning o'rtasida bitta muammo kelib chiqdi. Mohiraning yagona ko'ylagi orqa tomoni teshilib ketdi. Kichik teshik emas. Mato eskirganidan, o'tirishdan, yuvib ko'ngildan chiqqanidan bir joyi yirilib ketdi. Yangi ko'ylak sotib olish imkoni yo'q edi. Nima qilish kerak? Mohira 3 kun darsga kirmadi. Yotoqxonada qoldi. Do'stlariga kasal dedi. Lekin u kasal emas edi. U uyaldi. Bu uyat moddiy emas edi. U chuqurroq edi. Bu, men bu yerga loyiq emasman degan his edi. Hamma boy talabalar ichida men kim bo'libman degan his edi. U oynaga qarardi. Keyin yiglardi. Keyin yana oynaga qarardi. 4-kuni yotoqxona qo'shnisi Dilnoza eshikni taqillatdi. Dilnoza toshkentlik o'rta hol oiladan. U Mohirani yaxshi bilmasdi. Bir yotoqxonada yashashar, salomlashar, lekin chuqur do'st emas edilar. Lekin Dilnoza sezgir qiz edi. U Mohiraning 3 kundan beri darsga chiqmaganini sezdi va u eshikni taqillatdi. Mohira, kasal bo'ldim. Dilnoza, ko'rinishingdan kasal ko'rinmayapsiz. Jimlik. Dilnoza kirdi, o'tirdi, kutdi va nihoyat Mohira aytdi. Ko'ylakning teshigini aytdi. Uyalmay darsga kira olmasligini aytdi. Uyiga qayta xabar bera olmasligini aytdi. Dilnoza bir so'z demadi. U o'rnidan turdi. O'z karavotiga bordi. Sandiqdan bitta ko'ylak chiqardi. Oddiy, ko'k rangdagi, kamdan-kam kiyilgan ko'ylak. Bu sizga. Menga katta bo'lib qolgan. Mohira rad etishga urindi. Dilnoza, rad eting, ertaga darsga kirmang. Tanlov o'zingizda. Mohira ko'ylakni oldi va ertasi kuni darsga kirdi. O'sha ko'ylak keyingi 1 yil davomida Mohiraning asosiy kiyimi bo'ldi. Afsus, chiroyli hikoya. Kimdir yordam berdi, yaxshi bo'ldi. Lekin men sizga hali eng muhim qismini aytganimcha yo'q. Chunki Mohiraning asosiy sinovlari hali oldinda edi va u o'sha sinovlar ichida bir narsa kashf etdi. Bu kashfiyot uning butun hayotini o'zgartirdi.
Yana bir necha daqiqa qoling. Chunki bu qism, ehtimol siz hozir eng ko'p kerak qiladigan qism. Ikkinchi o'quv yiliga kelib, ahvol yanada og'irlashdi. Otasining sog'ligi yomonlashdi. Qishloqdan pul kelishi to'xtadi. Onasi maktabdagi ishida qisqartirildi. Mohira kechalari yotoqxonada oqir, kunduzi esa ovqat xarajatlarini qoplash uchun to'y va marosimlarda idish yuvardi. Pulga emas, taomdan bir porsiya olgani uchun. Bu sir edi. Hech kim bilmasin debdilar edi. Bir kuni eng og'ir lahza keldi. Kurs yigilishida professor talabalardan yozma ish topshirishni so'radi. Tort qog'ozda, chop etilgan holda. Chop etish pul talab qilardi. O'sha paytda internet kafeda bir varaq chop etish 50 so'm edi. 10 varaqlik ish 500 so'm. Mohiraning hamyonida 200 so'm bor edi. Va bu ertagacha ovqat puli edi. U o'sha kecha uxlamadi. Yozdi. Qo'lda yozdi. Butun ishni qo'lyozma sifatida. Chiroyli, tekis, xatosiz. Professorning oldiga qo'lyozma ish bilan kirdi. Professor qarab qoldi. Nima bu? Domla, mening kompyuterim yo'q. Chop etishga imkonim bo'lmadi. Qo'lda yozdim. Mazmuni to'liq. Professor bir muddat sukut saqladi. Keyin ishni oldi. Va bir hafta o'tib, Mohiraning ishi guruhda eng yuqori baho 5 ni oldi. Professor sinfga aytdi. Bu semestrdagi eng puxta va aniq ish. Kim yozganini bilasizlarmi? Mohira. Qo'lda yozgan. O'sha kundan keyin Mohirada biror narsa o'zgardi. U uyalmay qo'ydi. Yo'q, moddiy ahvoli o'zgarmadi. Ko'ylagi yana o'sha edi. Yotoqxona yana o'sha edi. Ovqat yana shu edi. Lekin u o'ziga boshqacha qarashni o'rgandi. U tushundi, mening yo'qligim, mening zaifligim emas. Mening yo'qligim, mening kurashimning sababi. Bu faqat Mohiraning his-tuyg'usi emas. Psixologiya fanida bu hodisaga post-traumatic growth yoki qiyinchilikdan keyin o'sish deyiladi. Amerika psixologlari Richard Tedeschi va Lajrenti Talxon tomonidan 1990 yillarda o'rganilgan bu nazariya shuni ko'rsatadi. Qiyinchilik ichida o'tgan odamlar, ko'pincha ularni boshdan kechirishmaganlardan ko'ra kuchliroq, moslashuvchanroq va empatiyasi yuqoriroq bo'ladi. Lekin bu avtomatik sodir bo'lavermaydi. Faqat qiyinchilik odamni kuchliroq qilmaydi. Faqat og'riq ozozidan dars bermaydi. Farq shunda, qiyinchilikni qanday idrok etasiz. Mohira o'sha yillar ichida ongli bo'lmagan holda, lekin to'g'ri bir narsa qildi. U uyatni motivatsiyaga aylantirdi. Kamchilikni kuch manbaiga aylantirdi. Yo'qlikni ijodkorlikka aylantirdi. Mohiraning hikoyasi yagona emas. Men sizga yana bir ayolni tanishtiray. Nodira xola bugun 52 yoshda. Toshkentdagi katta korxonada moliya bo'limi boshlig'i. 2 farzand onasi. Muvaffaqiyatli, hurmatli, barqaror hayot. Lekin u 1990 yillarda Samarqand davlat universitetida o'qigan paytlari 1 yil davomida yozgi shippak bilan qish va kuz mavsumini o'tkazgan. Poyabzal yo'q edi. Bitta sandali bor edi. Qish boshlanganida u paypoq kiyib sandalni kiyardi. Yotoqxona dugonalari kulishar edi. Ba'zilari yaxshi niyatda emas. Nodira xola bugun aytadi, o'sha yillar mening eng uyatli yillarim edi. Va bir vaqt o'tib, men tushundim. O'sha yillar meni ishlab bergan. O'sha sovuq yerdan bosib yurgan oyoqlar bugun bu stulda o'tirish huquqini qozongan. Nodira xola bugun har yili universitetlarga borib, stipendiyaga muhtoj talabalar uchun poyabzal va kiyim xarid qiladi. O'zi shaxsan. Chunki u biladi, o'sha bir juft poyabzal nima demakligini. Mohira 4-kursga kelganda kurs rahbari uni chaqirdi. Mohira, siz universitetning eng yaxshi talabalaridan birisiz. Biz sizni stipendiya ko'paytirish ro'yxatiga kiritmoqchimiz. Lekin buning uchun o'zingiz haqingizda biroz ma'lumot berishingiz kerak. Qiyinchiliklaringiz haqida. Mohira bir muddat jim qoldi. Keyin aytdi, domla, men qiynalganim uchun stipendiya olishni xohlam. Ayman. Men yaxshi o'qiganim uchun olmoqchiman. Kurs rahbari hayron bo'ldi. Lekin Mohira davom etdi. Agar stipendiya faqat qiyinchilik bilan belgilansa, men eng muhtojman. Lekin agar u yaxshi o'qish bilan belgilansa, men ham eng layoqliman. Ikkalasi ham to'g'ri. Lekin men ikkinchisi uchun olayin. Kurs rahbari unga qarab qoldi va keyin yozib qo'ydi. Mohira o'sha semestrda stipendiyani oldi. Eng yaxshi natijalar uchun. Va o'sha kun u birinchi marta tushundi. Men nafaqat yashab qolayapman. Men g'alaba qilayapman.
Mohira bugun 44 yoshda. U pedagogika fanlari nomzodi. Bir universitetda dotsent. 2 kitob muallifi. Lekin u har yili oz talabalari bilan bir suhbat o'tkazadi. Va o'sha suhbatda doim bitta savolni beradi. Sizlardan kim bu yerda o'qish uchun qandaydir qiyinchilik boshidan kechiryapti? Mohira har qo'l ko'targan talaba bilan ko'zma-ko'z qaraydi va aytadi: "Yaxshi. Demak siz kurashyapsiz. Demak siz boshqalardan ko'ra ko'proq narsani bilib olasiz. Faqat davom eting." Aziz ko'ruvchi, talablik davri hamma uchun bir xil emas. Ba'zilar uchun u kafe va kino, ba'zilar uchun tun va qo'lyozma, ba'zilar uchun bitta ko'ylak va 1 yillik shirakat. Lekin bir narsa bor, ularning barchasida umumiy, u yillar o'tadi. Va o'tib bo'lgach, siz orqangizga qarasangiz, eng og'ir ko'rgan o'sha kunlar, eng katta maktabingiz bo'lganini ko'rasiz. Orqangiz ochilgan davr, siz ochilgan davr edi. Mohiraning hikoyasidan 3 ta dars chiqadi. Birinchisi, uyat yo'qlik emas. Uyat his. Va har bir his o'tkinchi. Ikkinchisi, kimdir sizga ko'ylak uzatsa, oling. Bu zaiflik emas. Bu insoniyatga ruxsat berish. Uchinchisi, siz o'sha qiyin kunlarda ham o'qidingiz. Qo'ld yozdingiz. Shipaklarda yurdingiz. Buni kamtarinlik deb bilmang. Bu buyuklik. Agar siz bugun talaba bo'lsangiz va qiyin bo'lsa, davom eting. Agar siz bir vaqtlar talaba bo'lgan bo'lsangiz va o'sha yillar og'ir bo'lgan bo'lsa, siz g'olib bo'lgansiz. Shunchaki hali to'liq anglamagandirsiz. Va agar siz atrofingizda bunday talabani ko'rsangiz, Dilnozadek bo'ling. Bir ko'ylak, bir ogiz so'z, bir eshitilish. Bu kimningdir hayotini o'zgartirishi mumkin. Siz bu videoni oxirigacha tomosha qildingiz. Demak, siz ham bu hikoyadan biror narsa oldingiz. Iltimos, pastdagi kommentariyada yozing. Mening talablik davrimning eng qiyin kuni nima bo'lgan? Yoki shunchaki, men ham o'shanda shu ahvolda bo'lganman. Sizning so'zlaringiz hozir qiynalayotgan boshqa birovga kuch berishi mumkin. Agar bu hikoya sizga tegdi, like bosing. Bu bizga davom etish uchun ishorat. Kanalga obuna bo'lganlar bunday haqiqiy hikoyalarni birinchi bo'lib ko'radi. Va eslab qoling, orqangiz ochilgan davr, siz ochilgan davr edi. Sog' bo'ling, kuchli bo'ling.